Nega vaqtlikka oldingiz? Hali soat 6 bo'lmadi. Boring, o'rtoqlaringiz bilan diskotekalarga borib aylanib keling. Bu nima degan gap? Ayollar atrini hidi ham kelmayapti. Yoqingizda to pomadangizni ko'rmagunimcha uyga kirmaysiz. Yakshanba kuni ham uyda o'tirasizmi? Nima qilay? Dachaga borib dam olib keling. Choyxonaga borib keling. Hatto mini polaga borib keling. Yo'q, shart emas. Yo'q, kerak emas dedim-ku. Kim u? Oyim kelaman deyaptilar. Yo'q, men shart emas deyapman. Qarang, kirayotganimda cho'ntagimdan pul chiqdi, olib qo'ying. Nima qilasiz, futbol ko'rib, undan ko'ra qizlarga kiring, layklab bosing. Yo'q, Yo'q, kiring. Yo'q. Kiring. Kirsangiz, kiring. Xotin, tabriklar, Antaliyaga ikkita bilet hal qildim. Uchib ketamiz. Menga sayohat-payohatda keragi yo'q. Uydan bir qadam ham chiqmayman. Boring, o'zingiz aylanib keling. Bu nima bu? Tug'ilgan kuningga. Yo'q, menga kerak emas. Buni qaytarib berib, puliga mashinangizga zapcha soling. Mana shu qo'yning 450 yil kiyaman. Azizda, mana pulli konfetingiz. Menga pul bermang. Agar yana bir marta pul beraman desangiz, o'zimni bir nima qilib qo'yaman. Shunaqa xotinlar bormi?